Rossiyadagi mehnat muhojirlari uchun sen ishlayapsan, hujjat bilan ovora bo'lishni bizga ishon. Hammasi 100% qonuniy, rasmiy va baza orqali tekshiriladi. Трудовой договор 1 yillik. Уведомление tez va ishonchli. Registratsiya 3 oy, 6 oy, 9 oy yoki 1 yil. Hujjatlaringiz rasmiy tarzda tayyorlanadi. Hoziroq ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qiling va hujjatlar muammosidan qutuling. Sanksiyalarga qaramay, xorijiy avtomobillar Xitoy orqali Rossiyaga kirib kelmoqda. Reuters agentlik ma'lumotlariga ko'ra, BMW va boshqa kompaniyalar Rossiyaga avtomobil yetkazib berishni taqiqlayotgan bo'lsa-da, ular baribir vositachilar orqali rossiyalik dilerlarga yetkazib berilmoqda. Bunday mashinalar ulushi oshib bormoqda. 2025-yilda Rossiyada sotilgan xorijiy avtomobillarning deyarli yarmi Xitoy orqali olib kirilgan, deb qayd etadi Reuters. Moskva Tinchlik kengashining birinchi yig'ilishida ishtirok etmaydi, dedi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova Moskva ushbu tashkilotga nisbatan pozitsiyasini shakllantirish bo'yicha ishlarni davom ettirishini aytdi. 2025-yilda AQShning Ukrainaga harbiy yordami 99% ga qisqardi. Ma'lumotlarga ko'ra, avvalgi yillarda AQSh Ukrainaga har yili o'rtacha 17,3 milliard yevro miqdorida harbiy yordam hamda 13 milliard yevro miqdorida moliyaviy va gumanitar yordam ko'rsatib kelgan. 2025-yilda atigi 0,4 milliard yevrolik bitta harbiy yordam paketi qayd etildi va yangi moliyaviy yoki gumanitar majburiyatlar e'lon qilinmadi. Shu bilan birga, Yevropa ittifoqi tomonidan ko'rsatilgan yordam 67% ga oshdi. Natijada Kiyevga umumiy yordam hajmi avvalgi yillarga teng holatda qoldi. Rossiya Suvalki yo'lagini to'sib qo'ygan taqdirda NATO davlatlarining javobi halokatli bo'ladi. NATO bosh kotibi Mark Rutte bu haqida alyansga a'zo davlatlarning mudofaa vazirlari yig'ilishi oldidan aytib o'tdi. Sizni ishontirishim mumkinki, NATO alyansga qarshi har qanday tahdidga javob berishga yetarlicha tayyor. Bizning aksil harakatimiz dushman uchun halokatli bo'ladi. Aynan shu sababli biz sharqiy qanotimizni mustahkamlayapmiz, dedi Rutte. AQSh o'z qo'shinlarini Suriya janubidagi Altan harbiy bazasidan olib chiqdi. Clash Report. Mazkur baza Suriya, Iroq va Iordaniya chegarasi tutashgan muhim ahamiyatga ega hududda joylashgan. Ukrainadagi urush yakunlangach, Qo'shma Shtatlar Rossiya neftiga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilishni rejalashtirmoqda. AQSh moliya vaziri Scott Bessentning so'zlariga ko'ra, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaroni hal etish, Venesueladagi vaziyatni barqarorlashtirish hamda Eron atrofidagi holatni normallashtirish neft narxlarining pasayishiga yordam beradi. Tinchlik kelishuvlari tufayli, menimcha, neft narxining sezilarli miqdorda pasayishini ko'rishimiz mumkin. Agar Venesuela, Eron, shuningdek Rossiya va Ukraina bilan bog'liq masalalar hal etilsa, Moliya vazirligi sanksiyalari ostidagi juda katta hajmdagi neft cheklovlardan chiqarilib, bozorga kirib keladi, dedi Bessen. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy 24-fevral kuni saylovlar e'lon qilinishi haqidagi xabarlarni rad etdi. Saylovlarni 24-fevral kuni e'lon qilish mumkinligini birinchi marta eshityapman. Ehtimol bu haqida ilk bor Financial Times'da o'qidim. Hozir esa bu haqida sizdan ikkinchi bor eshityapman, dedi jurnalist savoliga javoban. Zelenskiyning ta'kidlashicha, Ukrainada saylovlar masalasini faqat barcha kerakli xavfsizlik kafolatlari ta'minlangandan keyingina ko'rib chiqish mumkin. Zelenskiy shuningdek 24-fevral, ya'ni Rossiyaning Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urushi boshlangan sana arafasida siyosiy masalani muhokama qilish noo'rinligini bildirdi. Bu juda jiddiy sana. 4 yildan beri urush davom etmoqda. Davlatimizni himoya qilib, hayotini fido qilgan ko'plab insonlar bor, dedi Vladimir Zelenskiy. Ukraina rahbari saylovlar mavzusi Kiyev tomonidan emas, balki mamlakat ittifoqchilari tomonidan ko'tarilganini ham qayd etdi. Shu bilan birga u AQSh Ukrainada saylovlar o'tkazilmagan taqdirda xavfsizlik kafolatlaridan voz kechishi mumkinligi haqidagi ma'lumotlarni inkor etdi. Men Eron bilan muzokaralarni davom ettirishni talab qildim, dedi Donald Trump.
AQSh rahbari bu haqida Isroil bosh vaziri bilan Oq uydagi uchrashuvdan keyin ma'lum qildi. O'tgan safar Eron hukumat kelishuvdan voz kechish o'zlari uchun yaxshi deb qaror qilgandi. Shundan so'ng ularga yarim tun bolg'asi deb nomlangan amaliyot orqali zarba berildi. Bu ular uchun yomon yakunlangan. Umid qilamanki, bu safar yanada oqilona mas'uliyatli bo'lishadi, deya fikr bildirdi AQSh rahbari. NATO har qanday tahdidga javob berishga tayyor. Javobimiz qattiq bo'ladi, dedi Alyans bosh kotibi. Mark Ruttening boshqa bayonotlari. Biz Lavrovning har bir bayonotiga javob bermaymiz. Alyans Budapest memorandumi kabi xatoni takrorlamoqchi emas. Bizning baholashimizcha, Xitoyning Arktikadagi tahdidi real. Kosovodagi vaziyat yaxshilanmoqda, dedi NATO bosh kotibi. Dekabr oyida biz 35 ming rossiyalikni yo'q qilgan edik. Yanvarda esa 30 ming. Bizning rejamiz ish bermoqda, dedi Ukraina mudofaa vaziri. Eron mintaqada ikkinchi Amerika aviatashuvchi kemasining joylashtirilishini davom etayotgan muzokaraga putur yetkazadigan urushga qadam sifatida ko'radi. Eron rasmiylari. Eron Oliy Milliy xavfsizlik kengashi kotibi Ali Larijonining so'zlariga ko'ra, Eron Ummonda AQSh bilan muzokara chog'ida uranni boyitishni to'liq to'xtatishni muhokama qilmayapti. AQSh Yaqin Sharqqa ikkinchi aviatashuvchi kemani yuborishga tayyorlanmoqda. Wall Street jurnali. AQSh dengiz flotining yadroviy dvigatelli Bush aviatashuvchi kemasi boshchiligidagi zarba beruvchi guruh Eronga qarshi mitli ko'rilmagan kuchlarni jalb qilish doirasida Yaqin Sharqqa yuborishga tayyorlanmoqda. Tramp hali ularni yuborish buyrug'ini bermagan. Ammo agar Tehron bilan muzokara omadsiz yakunlansa, rejalar o'zgarishi mumkin, deb yozmoqda Wall Street jurnali. Polsha rahbari Putin yoki Lukashenko bilan bir stol atrofida o'tirishni xohlamasligini aytdi. Men Putin kabi jinoyatchi yoki Lukashenko rejimi vakillari bilan bir stol atrofida o'tirishga oshiqmayman. Biroq agar Polsha davlatlari manfaatlari shuni talab qilsa, Polsha rahbari sifatida bunga tayyorman, degan Karol Nawrotskiy. Rossiya fuqarolikdan voz kechgan sportchilarga mamlakatga kirish taqiqlanishi mumkin. Biz bu yerda ularni ovqatlantiramiz, o'qitamiz, murabbiylar va mashg'ulotlar uchun sharoit yaratamiz. Lekin ular pasportlarini tashlab ketishadi. Biz ularga mamlakatga kirishini va sport inshootlarimizdan foydalanishini taqiqlaymiz. Biz ushbu yo'nalishda ishlayapmiz va bunga erishamiz, degan Rossiya sport vaziri.